Salom Joybox obunachilari. Bugun sizlar bilan dunyoda flagman smartfonlar orasida top 5 o'rinda turadigan kompaniya haqida gaplashmoqchiman. Ha, o'sha Huawei kompaniyasi. Xo'sh, bu kompaniya qanaqa qilib shuncha sanksiyalar ostida turishiga qaramasdan, qanaqa qilib smartfonlarni top 5 darajaga chiqardi. Hamda bugungi obzorda mana shu Huawei kompaniyasining flagman smartfoni top 5 talikka kirishga loyiqmi, yo'qmi? Hamda sanksiyalar ularning funksionalligiga qanchalik ta'sir o'tkaza oldi, yo'q? Mana shuni birgalikda bilib olamiz. Demak, yonimda Huawei kompaniyasining Puro 90s Pro hamda Puro 90s Pro Max smartfonlari turibdi. Demak, obzor davomida qanaqa funksionallikka ega, qanchalik kuchli taraflari bor hamda raqobatchilardan qanaqa ajralib turadigan jihatlari bor. Mana shuni birgalikda ko'rib olamiz. Korobkasining kattaligidan komplektatsiya qanchalik boyligini ko'rib olsak bo'ladi. Demak, ichidan o'zining maxsus prozrachniy chexoli, qo'llanmalar, sim kartani olish uchun maxsus igna, quvvatlagich hamda Type-C ga Type-C shnuri chiqadi. Alohida e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, Xitoy kompaniyalari barchasi o'zining komplektatsiyasida USB-A ga USB Type-C shnurlarini bizga qo'shib beradi. Lekin Huawei kompaniyasi bu safar bizga alohida qilib Type-C ga Type-C shnurini qo'shib berdi. Oldindan o'zi aytib o'tib kelinadi, USB-A dan voz kechish kerak deb, lekin Xitoy kompaniyalarini juda ko'pi hali ham USB-A da boshqa bir raqobatchilarni ko'radigan bo'lsangiz, barchasi Type-C ga o'tib ketgan. Lekin Huawei kompaniyasi bu safar bizga Type-C ga Type-C shnurini qo'shib berdi. Bu juda ham bizni xursand qiladi. Bu bilan siz tezroq ma'lumotlarni kompyuter yoki boshqa qurilmalar bilan amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda yana bitta juda ham alohida e'tibor berish kerak bo'lgan narsasi, quvvatlagichida ikki xil slot joylashtirilgan. Bittasi Type-C li, bittasi USB-A li. Bu yerda USB-A ni ham unutib qo'yishmagan. Bunga respekt. Ko'rib turganingizdek 100 vatli ham smartfonni, ham xohlasangiz notebookingizni mana shu quvvatlagich bilan quvvatlab olishingiz mumkin bo'ladi. Oddiy Pro hamda Pro Max komplektatsiyasini ajratib turadigan jihati ularning quvvatlagichida. Oddiy Prosida 66 vatli, Pro Maxida esa 100 vatlik quvvatlagich qo'shib berilgan bo'ladi. Lekin ikkalasida ham ikkita slotli, oddiy 66 vatlida ham siz bemalol notebookingizni quvvatlab olishingiz mumkin bo'ladi. Mana o'sha Huawei'ning flagman 90s lineykasi ko'rib turganingizdek juda ham boshqacha rangda bizga taqdim etildi. Ranglarini, dizaynini ko'radigan bo'lsangiz, ko'zni rostdan ham quvnatadi. Ranglar kombinatsiyasi bu yerda bejirim qilib bizga taqdim etilgan bo'ladi. Orqa qismiga e'tibor beradigan bo'lsak, Pro Maximiz oynadan tashkil topgan bo'ladi. Pro versiyamiz esa matli plastikdan tashkil topgan bo'ladi. Lekin ikkalasining ham yon qismlari metalldan tashkil topgan. Qo'lda ushlash juda ham qulay, burchaklari qo'lingizni og'ritib qo'ymaydi. Bundan tashqari, orqa qismida Huawei yozig'iga ham ko'zingiz tushishi mumkin. Kameralar joylashuviga ham e'tibor bering. Kameralar katta bo'lib, bo'rtib turganini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Pastki qismida sim karta qo'yish uchun slot, mikrofon, dinamika hamda Type-C li razyom joylashtirilgan bo'ladi. Ikkala smartfonimiz ham IP69 himoyasiga ega. Suvdan, changdan umuman qo'rqmaydi. Og'irligi esa Pro Maximiz 230 gram, oddiy Pro versiyamiz 213 gram bo'ladi. Yon qismidagi blokirovka tugmasi barmoq izli skaner vazifasini ham bajaradi. Smartfonimizga ikkita fizik sim karta hamda eSIM ni ham ulashingiz mumkin bo'ladi. Aloqa sifatiga keladigan bo'lsak, O'zbekistonda 90% antennalar Huawei kompaniyasiga tegishli. Shuning uchun aynan mana shu Huawei smartfonlarida aloqa boshqa smartfonlarga qaraganda sifatli va stabil bo'lishi aniq. Ana endi bu smartfonlarni displey qismini tahlil qilamiz. Ikkalasining ham displey OLED. Pro Maximiz 6.9 dyuymdan tashkil topgan, oddiy Pro versiyamiz esa 6.6 dyuymdan tashkil topgan bo'ladi. Piksellar zichligi ikkalasida ham bir xil 460 ppi dan tashkil topgan, yangilanish chastotasi esa 120 Hz. Bu yerda gertsovka taktilni hisoblanadi, shuning uchun 1 Hz dan 120 Hz gacha yangilanadi. 1 Hz bo'lishining sababi bularda Always On display joylashtirilgan. Mana shu Always On display ishlaganda 1 Hz chastotada ishlaydi. Bu batareyka quvvatini tejashga yordam beradi. Displeyimiz korpusi 90% dan tashkil qiladi. Bu yerda oddiy displey qo'yilmagan, balki Cooling Glass degan maxsus displey o'rnatilgan bo'ladi. Bu displeyimiz anti-blik hisoblanadi, ya'ni yaltirash hamda aks qaytarishlar juda ham past bo'ladi. Yorug'likka yutib xususiyati 70% ni tashkil qiladi. Shuning uchun bemalol yorug' kunda yoki quyoshli ob-havoda bu smartfonlardagi ma'lumotlarni bemalol ko'rib olishingizga xizmat qiladi.
Bitta qilib aytganda displeyni ishlatish juda ham qulay. Silliqlikni shundoq his qilasiz. Protsessor borasiga keladigan bo'lsak, ko'plar taassurotida Huawei kompaniyasi sanksiyalar ostida qolgani uchun bularda yaxshi protsessor o'rnatilmaydi hamda dasturiy ta'minot bilan ko'plab muammolarga uchraydi degan fikrlar paydo bo'lib qolgan. Lekin bu kompaniya hamda smartfonni o'rganib chiqish natijasida u muammolar umuman ta'sir qilmaganini tushundim hamda protsessori ham raqobatchilardan umuman qolishmasligiga amin bo'ldim. Smartfonlarimizda o'zining kompaniyasiga tegishli bo'lgan 5 nanometrli 8 yadroli High Silicon Kirin 90S protsessori joylashtirilgan bo'ladi. Bularda operativ xotirasi 12 GB hamda doimiy xotirasi 512 GB dan tashkil topgan bo'ladi. Dasturiy ta'minotimizda EMUI 16 dan tashkil topgan bo'ladi. Bu yerda umuman adashib qolmaysiz, hammamizga tanish bo'lgan nastroykalar, hammamizga tanish bo'lgan interfeysdan tashkil topgan bo'ladi. Ko'plarning fikricha, Huawei kompaniyasi o'sha aytgan sanksiyaga tushgani uchun Google servislaridan umuman foydalanmaydi deb o'ylaydi, lekin bu umuman muammo emas. Buni bitta dona ilova bilan to'g'rilash mumkin. Ko'rib turganingizdek, biz YouTube hamda Google ga tegishli bo'lgan barcha servislarni o'rnatib qo'yganmiz. Hamda ko'rib turganingizdek, YouTube da Google kompaniyasiga tegishli bo'lgan akkauntni bemalol ulab qo'yganmiz. Buning uchun shunchaki App Gallery ilovasidan MicroG degan programmani o'rnatib olsangiz bas. U yerga keyin o'zingizni Google akkauntingizni kirgizib qo'ysangiz, barcha Google servislaridan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun bu smartfonni olsam, umuman ishlata olmayman deydigan vahimalarni qilish shart emas. Shunchaki olasiz, agar Google akkauntingiz bo'ladigan bo'lsa, ularni bemalol ulab turib, o'zingizga kerakli bo'lgan va o'zingizda bor ilovalarni ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Hamda smartfonimizda o'zining assistenti bor, uni ismi Celia. Bemalol uni chaqirib turib, o'zingizga kerakli ma'lumotni bilib olish, ilovalarni boshqarish hamda smartfondagi biron bir narsani qidirishingiz mumkin. Kelinglar, mana shu smartfonlarda game test o'tkazamiz hamda juda ham mashhur bo'lgan PUBG Mobile, Mobile Legends o'yinlarini necha FPS da o'ynashimiz mumkin, birgalikda bilib olamiz. Mana PUBG o'yiniga ham kirib oldik. Xo'sh, nastroykalarni ko'radigan bo'lsak, buning uchun grafikaga o'tamiz. Xo'sh, hozir bizada plavnoda sredniyda turibdi, maksimum ultra ekstremga o'tkazsak bo'lar ekan. Bu degani bemalol chastota kadrni 120 gacha ko'tarishimiz mumkin degani. Demak, bu smartfonimizda bemalol 120 FPS da PUBG o'yinini o'ynasak bo'lar ekan. Mana ko'rib turganingizdek 120 FPS ko'rsatyapti. Xo'sh, ana endi buni ham to'g'rilab qo'yamiz. Demak, ko'radigan bo'lsak, mana e'tibor bering, Google akkaunt orqali ulangan. Ya'ni o'zimizning Google akkaunt orqali PUBG ochilgan hamda o'sha ulangan mana turibdi Huawei smartfonimizga. Mana ko'rib turganingizdek juda ham plavni. Xo'sh, ko'ramiz o'yin davomida o'zini qanaqa tutar ekan. Demak, lekin hozircha juda ham tiniqligi shunday bilinib turibdi. Mana Mobile Legends o'yiniga ham kirib oldik. Ana endi nastroykalarni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, качество karты ultraga qo'ysak bo'lar ekan bemalol. Качество modeli standartni, качество effektов высокий turibdi. Высокая частота кадров ultraga qo'ysak bo'lar ekan bemalol. Bu degani bunda ham 120 da bemalol FPS da o'ynashimiz mumkin. Razresheniyani HD yoki standartni qo'ysak bo'ladi. Biz hozirgi holatda standartni qo'yamiz. Ana endi akkauntni ko'radigan bo'lsak, e'tibor bering, Google akkauntdan kirganmiz. Mana Joybox'ning o'zining akkaunti, mana shu orqali biz Mobile Legends o'yinini ishga tushirdik. Ana endi o'ynab ko'ramiz va sizga qanaqa FPS bo'layotgani va o'sha bo'yicha sizga ma'lumot beraman. Flagman smartfonlarning eng asosiy flagman qilib turadigan narsasi bu kamerasi hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, Huawei'da juda ham katta kameralar joylashtirilgan. Demak, kelinglar kamera bo'yicha sizga ma'lumot bersam.
Pura 90 lineykamiz oddiygina smartfon emas, balki kamera fon ham dimlamasak bo'ladi. Buni mana bu yerda joylashtirilgan kameralari aytib turibdi. Demak, asosiy kameramiz 50 megapiksel, 4x optik zoomga ega, stabilizatsiya ham optik. Bu yerda asosiy kameramizning diafragmasi 1.4 dan 4 gacha o'zgaradi. Fokus masofasi 24 mm, sensorimizning kattaligi esa 1.24 dan tashkil topgan. Mana bu e'tibor qaratgan katta kamera esa 200 megapiksel, diafragmasi esa 2.6, sensorimiz 1.28 dan tashkil topgan. Stabilizatsiya optik. Bu yerda obyektiv 89 mm tashkil qiladi. Mana bu qismida esa ultra keng burchakli kamera joylashtirilgan. U 40 megapiksel, diafragma 2.2, obyektivimiz 13 mm lik, sensorning razmeri esa 1.4, stabilizatsiya raqamli. Asosiy kameraga e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu yerda diafragma qanaqa o'zgarayotganini shundoq ko'zingiz bilan ko'rib turishingiz mumkin. Mana bu teleobyektивda esa kattagina matrica joylashtirilgan. Shuning uchun rasmlaringiz juda ham chiroyli va ranglarini tabiiy qilib chiqarib berishga xizmat qiladi. Kameramiz 4x optik zoomga ega bo'lishiga qaramasdan 10x qiladigan bo'lsangiz ham rasmlardagi sifatni umuman o'zgarmasligini sezishingiz mumkin. Bemalol siz 100x gacha buni yaqinlashtirishingiz mumkin bo'ladi hamda uzoqdagi obyektlarni ko'rib ola olasiz. Mana shu teleobyektив bilan siz fotosuratlarni to'g'ridan to'g'ri RAW formatda tushirishingiz ham mumkin bo'ladi. Video borasiga keladigan bo'lsak, maksimal 4K 60 kadr sekundda video lavhalarni tushirishingiz mumkin bo'ladi. Bu degani videolaringiz juda ham tiniq hamda stabilizatsiyaga ega bo'ladi degani. Hamda qo'shimchasiga bu yerda harakatdagi obyektlarni ham fotosurat va video suratlarga tushirishingiz mumkin. Makro kadrlarga keladigan bo'lsak, 5 sm gacha bo'lgan uzoqlikda siz juda ham yaqindagi obyektlarni fotosuratga tushirishingiz mumkin. Buning natijasini esa mana bu yerda ko'rib oling. Eng yoqqan tarafi, siz rasm olayotgan jarayoningizda sun'iy intellekt eng yaxshi va eng zo'r kadrlarni ko'rsatib beradi hamda uni sizga zoom bilan to'g'rilab beradi. Ana endi Samsung S26 Ultra, iPhone 17 Pro hamda Huawei Puro 90s Pro Max smartfonlarida foto, video lavhalarga olib turib, sizga natijalarni bo'lishsam. Mana shu smartfonlarni qo'llab-quvvatlab turuvchi 6000 mAh litiy polimer akkumulyatorlar joylashtirilgan bo'ladi. Bu akkumulyatorlar bilan siz bemalol kun davomida ishlatishingiz mumkin. Qo'shimchasiga komplektatsiyasida ko'rganingizda Pro Max versiyamizda 100 wattlik, oddiy Pro versiyamizda esa 66 wattlik quvvatlarga chiqadi. Xulosaga keladigan bo'lsak, Huawei kompaniyasi o'zi azaldan O'zbekiston bozorida bor, lekin ko'plar Google servisidan foydalanib bo'lmaydi, ilovalar yozib bo'lmaydi deb turib, mana shu juda ham sifatli zo'r flagman smartfondan voz kechib olganlar ko'p. Lekin men sizga aytaman va boya ko'rsatib berdim, bitta dona sizga umuman xalaqit qilmaydigan ilova bilan mana shu muammoni yechish mumkin. Shuning uchun agarda siz boshqacha smartfonni his qilib ko'rmoqchi bo'lsangiz va boshqacha platformani his qilib ko'rmoqchi bo'lsangiz, bemalol mana shu Huawei smartfonlarini xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Agarda hamyonbop narxlarda Huawei smartfonlari yoki gadjetlarni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, albatta Jobox do'koniga tashrif buyuring. U yerda juda ham katta assortimentda bu Huawei mahsulotlarini topa olasiz, hamda 24 oylik muddatli to'lov ham mavjud. Bitta qilib aytganda, Huawei mana shu 90-lineykasida oddiygina flagman smartfon emas, balki kamerani o'rnini bosa oladigan qilib bizga taqdim etibdi. Shuning uchun fotosurat, video suratlarni olishga qiziqadiganlar bemalol mana shu smartfonni xarid qilishi mumkin bo'ladi. Huawei kompaniyasining mana shu juda ham sifatli bo'lgan smartfonlari bo'yicha videolavhamiz o'z nihoyasiga yetdi. Mana shuni qaysi flagman smartfon bilan solishtirib ko'rishimizni xohlardingiz? Kommentlarda yozib ketsangiz xursand bo'lgan bo'lardik. Video yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosishni unutmang. Keyingi obzorlarda ko'rishguncha